Ana xudo xolasa, yana obunachilarimiz chiroyli qilib o'tkazib oldik. Abi yo'q, mujik, erkak o'zi kutib oldi, mana kuzatyapti. Xudoga shukr, ishlariga, oilasiga baraka bersin. Kanka, mujik. Inshaalloh aytganlaringiz kelsin, nasib bo'lsa Xudoga. Sizlarga ham oq yo'l aka, yaxshi aytib olinglar. Sog' bo'linglar. Eshitib oling, sog' bo'ling. Bayramni endi yaxshi o'tkazinglar mayliga. Siz qachon yuboramiz Xorazmga? Men ham ketaman. Jahongir, men uyga borib, nima qilaman, biletdan shadin. Passajirlarni olib kelib, chiroyli qilib o'tkazishni boshlayman. Mayli, sizlarga oq yo'l, yaxshi aytib olinglar, salomat bo'linglar, mayli. Sog' bo'linglar. Mana shu yerdan ketaverasiz, xudo. Yordamlashib keting shu ayol kishilarga ham. Xolisa xizmatdamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar, xodimlari xizmatdamiz. Faqat telefon nomerlarimizga bog'langan holda kelingizlar, bog'langan holda bilet xarid qilingizlar. Hozir bir o'zim meni, sizlar ko'pchilik ushbu qilolmay qolyapman. Bugun reysam ko'p. Xolisa qilishni boshladik, bemalol murojaat qilaverasizlar. Termiz. Bundan keyin Qarshi, Samarqand, ikkita Samarqand va Qarshi yo'nalishlari bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar, xizmatlarimiz qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana Xudo xolasa Sankt-Peterburg, Farg'ona yo'nalishi bo'yicha passajirlarimiz chiroyli qilib o'tkazib oldik. Hammasi yaxshimi aka? Yaxshi. Bu yoqlarda dokumentlari 100. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Rahmat sizlarga. Aka, 5 ta oling, oq yo'l, sog' bo'ling, mana bu yerda ketaverasiz. Farqi yo'qmi biletga? Yo, bilet ism familiyasi Farruh. Meniki. Bo'ldi. Ketaver. Ha, o'zing. Gap yo'q, gaplashamiz. Mayli, aloqador. Shu yerda eski nomer bor. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Sizlarga o'qimash kerakda, shu Mana, o'tdingizmi? Yo'q, endi shunday qo'ying. Hurmatli yurtdoshlar, Xudo xolasa Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha boya aytgan passajirlarimiz, klientimiz akamiz, hammasi yaxshimi aka? Hammasi jo'ya. Mana efirimda ham boya aytib o'tgan edim. Xudoga shukr, cho'tki qilib o'tkazib oldim. Bemalol murojaat qilaverasizlar aviakassa xodimlariga. Bugun ham amalladi. Ertaga ham reys ko'p, Xudo xolasa amallasak bo'ldi. Bizniki ma'rif shu, amallasak bo'ldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar.